Assalomu alaykum barchaga. Video yechimlarimizni davom ettiramiz. Demak, navbatdagi video yechimimiz IDC Geometry kitobi piramida mavzusi hisoblanadi. Demak, bu video davomida siz mana shu mavzudagi toq o'rinda turgan misollarning yechimlarini ko'rishingiz mumkin. Demak, biz birin-ketin toq o'rinda turgan misollarni yechimlarini qilishni boshlaymiz. Demak, boshladik. Birinchi masalamiz Xo'p, balandligi 6 ildiz tushga, asos tomoni 4 ga teng bo'lgan muntazam 6 burchakli piramida hajmini toping deyapti. Xo'p, hajm topish. Piramida hajmi 1/3 S asos yuzasini balandlikka ko'paytmasi bo'ladi. Demak, bizga asos yuzasi kerak. Balandligimiz mavjud, 6 ildiz tushga teng. Asos yuzasi-chi? 6 burchakli 3 burchakimizda, ko'p burchakimizda S asos yuzasi demak 3/2 a kvadrat ildiz 3 ga teng. Bu yerda a deganimiz tomon. Ya'ni 6 burchak yuzasi. Mana shunday formula yordamida topiladi. Demak, bu 3/2 ildiz 3 ni yozib qo'yamiz. Demak, a deganimiz 4 ga teng tomon. Uning kvadrati 16 ni beradi. Demak, bular qisqarib ketsa, bu joyda 8 qoladi va asos yuzasi 24 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Demak, hajmimiz 1/3, asos yuzasi 24 ildiz ostida 3, balandligimiz 6 ildiz ostida 3. Demak, ildiz osti 3lar va 3 qisqarib ketsa, demak bizda qoladi ekan 24 ko'paytiruv 6. Ya'ni 24 ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu bizda demak 144 ga teng bo'ladi. Demak, hajmimiz 144. Davom etamiz. Keyingi masalamiz. Xo'p, muntazam 4 burchakli ABCD S piramida SH balandlik deyapti. Xo'p, men buni chizmasini chizib olsam, demak, mana shu joyda 4 burchakli piramida bu. 4 burchakli piramida. ABC mana bu yersi, bu yerdan balandlik tushgan H. Demak, SH balandlik bo'lyapti. A tomon 8 ga teng, SH, ya'ni mana bu balandligimiz 8 ga teng ekan. ABCS demak, piramida hajmini so'rayapti. ABCS, ya'ni mana bu joydan tutashtiramiz. Mana bularni ham tutashtiramiz. Mana bunday qilib. Mana shu joydagi demak, piramida hajmini so'rayapti. U nimaga teng? U ko'rinyapti chizmadan. Piramida hajmining yarmiga teng bo'lyapti. Ya'ni jami piramidani yarmiga teng bo'lyapti. Ya'ni ABCS piramidamiz katta piramida hajmining yarmiga teng. Demak, V hajm ABCS teng ekan. Hajm ABCDS ning yarmiga. Demak, katta piramida hajmi 1/3 S asos va balandlik ko'paytmasi (2). Demak, bu yerdan kelib chiqadi 1/6 kelib chiqadi. Asos yuzasi tomoni 8 ga teng, bu taraf ham 8. Demak, asos yuzasi 64 ga teng bo'ladi. Balandligimiz 8 ga teng. Demak, bu 512/6 ga teng bo'ladi. 2 ga bo'lib yuborsak, demak, bizda 256/3 degan javob kelib chiqadi ekan. Bu bizda mana C javobda. Davom etamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, keyingi savolimiz 5-savol. Balandligi 12 ga teng bo'lgan muntazam 4 burchakli piramida apofemasi 13 ga teng. Mana apofemani bergan 13 ga teng. Piramida yon sirti yuzini toping deyapti. Balandlik 12. Muntazam, demak, mana shu joydan tutashtirsak, bu tomonni yarmiga teng bo'ladi, u yer 5 bo'ladi. Pifagor soladi. 13 ning kvadratidan 12 ning kvadratini ayirdik. Demak, AB tomonimiz jami 10 ga teng bo'ladi, tomon 10. Bu taraf ham 10, barcha yoq, ya'ni asosining tomonlari 10. Endi bizga kerak bo'ladi, demak, piramida yon sirti. S yon. Bu 4 burchakli piramida, demak, 4 ta yon sirti mavjud. 4 ta demak, balandligi, qarang, balandligi 13 bo'lyapti. Tomon 10 bo'lyapti. (2). Ya'ni AH (2) dan foydalandik. Mana bu balandlik, mana balandlik, mana bu 3 burchak mana.
Mana shu uchburchak yuzasini topish uchun balandlikni tomoniga, tushgan tomoniga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz kerak. Va bizdan bunday uchburchaklardan 4 ta mavjud, sababi 4 ta yon yog'i mavjud. Xo'p, 4 va 2 ni qisqartsak bu joyda 2 qoladi. Demak, bu bizda jami 260 ga teng bo'ladi ekan yon sirti. Demak, javobimiz 260. Xo'sh, davom etamiz. 7-savolimiz. ABCS muntazam uchburchakli piramida. Demak, SY balandlik. SAB burchagimiz 30 gradus. SAB demak, yon yog'ining burchagi 30 gradus ekan. Yon yog' asos tekisligi bilan, yon yog'i, ya'ni yon qirra va asos qirrasi orasidagi burchak 30 gradus. Va AB tomon 6 bo'lsa, SY kesmani toping deyapti. Ya'ni balandlikni topishimiz kerak. Balandlik nechiga teng ekanligini. Xo'sh, topamiz. Asos muntazam, demak bu joy ham 6 ga, bu joy ham 6 ga teng bo'ladi. Endi bizdan mana bu joydan balandlik tushirib borsak, ya'ni apofema tushirsak, bu joy 3 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu yer perpendikulyar, biz yon qirrani topishimiz mumkin. Yopishgan katetning mana bu to'g'richak, yopishgan katetning gipotenuza nisbati kosinusni beradi. Demak, kosinus 30 gradusda yopishgan katet 3 bo'lyapti. Gipotenuzda AC bo'lyapti. AC. AS. Bu yerdan AS ni topadigan bo'lsak, 3 taqsim kosinus 30 gradusga teng bo'lishi kerak. Kosinus 30 da demak ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Va bu ham 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi buni o'chirib turamiz, bizga kerak yo'q. Mana bu joydan tutash bu tashqisilgan aylana radiusi bo'ladi. Bu yer perpendikulyar bo'ladi. Mana shu joydan SY kesmani topishimiz mumkin. Mana bu qismi demak 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'ldi. Xo'sh, bu yerni hash qilib olamiz, balandlik qilib. Endi asosi muntazam uchburchak. Unga tashqi chizilgan aylana radiusi. Ya'ni muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi A taqsim ildiz ostida 3 formulasi yordamida topiladi. A deganimiz tomon. Demak, tomoni 6 ga teng bo'lyapti. Demak, 6 taqsim ildiz ostida 3. Bu bizda demak 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu misolimizda qandaydir kamchilik mavjud. Nimaga desangiz, qarang. Bu yerda mana bu radius va mana bu gipotenuza bir-biriga teng bo'lib qoldi. Bu ham 2 ildiz ostida 3, bu ham 2 ildiz ostida 3 ga teng bo'lib qoldi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Hisob-kitoblarimizda xatolik yo'q. Bu misolimizni o'zida qayerdadir kamchilikki borga o'xshayapti. Yoki mana bu 30 gradus emas, boshqa gradus. Demak, davom etamiz. Bu misolimizda kamchilik bor, ustozlar. Keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi 9-misolimiz. Xo'sh, muntazam to'rtburchakli piramida asosining perimetri 48 ga, apofemasi 10 ga teng. Piramida balandligini toping deyapti. Xo'p, asosi demak muntazam to'rtburchak, ya'ni kvadrat. Bizga apofema kerak. Apofema emas, balandlik kerak. Xo'p, apofemasi mana shu joydan tushadi. Balandlik mana bu joydan tushadi. Bu yerni tutashtirsak tomon yarmiga teng bo'ladi. Bu yer perpendikulyar. Xo'p, apofema 10 ga teng bo'lyapti. Endi perimetr 48 bo'lsa, uning demak tomoni 12 ga teng bo'ladi. Yarmi 6 bo'ladi. Mana bu joy balandlik. Demak, balandligimiz bizga 8 ga teng bo'lar ekan. Piramida balandligi 8 ga teng. Bu sizga javobda mana. Davom etamiz. Keyingi 11-savol. Muntazam uchburchakli piramidaning asosidagi 2 yoqli burchagi demak 30 gradusga teng. Agar piramida asosining yuzi 9 ildiz ostida 3 ga teng bo'lsa, piramida balandligini toping deyapti. Asosidagi 2 yoqli burchak degani demak asos va yon yog'i orasidagi burchak bo'ladi. U yerda ham yon yog'ining apofemasi va asos tomoni orasidagi asosning demak balandligi orasidagi burchak bo'ladi. Xo'p, piramidani chizsak, muntazam uchburchakli deyapti. Muntazam uchburchakli. 2 yoqli burchak. 2 yoqli burchak deganimiz qarang. Mana bu asosdan balandlik tushiramiz bu yerga.
yon yog'ini apofemasini tushiramiz. O'shani orasidagi burchak 30 gradusga teng mana. Mana shu joy ikki yoqli burchak deyiladi. Asosini yuzi. Mana bu asos tomoni A, bu tomoni ham A, bu tomoni ham A desak, yuzini bergan. Muntazam uchburchak yuzasi A ning kvadrati ildiz ostida 3 taqsim 4 formulasi yordamida topiladi. Bu 9 ildiz osti 3 ga teng deyapti. Bu yerdan A ning qiymati 6 ekanligini topish mumkin. Demak, tomon 6 ga teng. Endi piramida balandligini so'rayapti. Mana shu yerdan balandlik tushirsangiz, mana shu yerdan. Ya'ni mana shu balandlik qayerga tushadi? Mana shu markazga tushadi. Bu qismi mana bu qismi tashqi chizilgan aylana radiusga teng bo'ladi. Demak, mana shu tashqi chizilgan aylana radius. Yoki buni o'chirtiramiz. Mana bu tarafichi, bu tarafi ichki chizilgan aylana radius bo'ladi. Mana shu joydan balandlik topsak bo'ladi. Karsda katetning yopishgan katetga nisbatidan. Xo'p, demak bizga mana bu uchburchagimizga ichki chizilgan aylana radius kerak. Ya'ni kichik r kerak. Kichik rimiz nimaga teng? 2s taqsim perimetrga teng. Xo'p, bu ham 2 ko'paytirib s yuzamiz. Bizda 9 ildiz ostida 3 deyapti. Taqsim perimetr. Tomon 6 ga teng bo'lsa, perimetr 18 ga teng bo'ladi. Demak, ichki chizilgan aylana radiusi ildiz ostida 3 ga teng ekan. Endi yopishgan katetning gipotenuzaga, karsda katetning yopishgan katetga nisbatan tangensidan foydalanaylik. Tangens 30 gradusda, demak, h ning r ga nisbati bo'ladi. Bu yerdan h kelib chiqadi. R tangens 30 gradus. Demak, ildiz ostida 3, tangens 30 da 1 taqsim ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Demak, balandligimiz 1 ga teng bo'ladi ekan. Bizdan so'rayotgan balandlik mana 1 ga teng. Va bu bizda S javobdir. Davom etamiz. Keyingi savolimiz 13-savol. Muntazam to'rtburchakli piramida yon qirrasi 8 ga va asos tekisligi bilan demak 30 gradusli burchak tashkil qiladi. Piramida asos yuzini toping deyapti. Demak, asosining yuzasini topishimiz kerak. Bu kvadrat asos. Bu tomoni ham A, bu tomoni ham A. Barchasi kvadrat. Xo'sh, bu yer 30 gradus bo'lsa, balandligimiz 4 ga teng bo'ladi. Nimaga? 30 gradus karsiy tomon gipotenuzaning yarmiga teng xossasidan foydalansak, demak balandligimiz 4 ga teng bo'ladi. Endi mana bu qismichi, mana bu qismi. Jami deganimiz A ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Bu qismi A ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, asos yuzasini topish uchun bizga asos tomoni kerak. Bu yerdan bu burchak 30 gradusligini bilamiz. Yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati kosinusni beradi. Demak, kosinus 30 gradusda yopishgan katetimiz A ildiz ostida 2 taqsim 2, gipotenuza 8. Xo'sh, kosinus 30 gradusda 1 taqsim ildiz osti 3 ga teng. Bu taraf demak A ildiz ostida 2 taqsim 16 ga teng bo'ladi. Bu joydan A ni qiymatini topadigan bo'lsak, 16 taqsim ildiz ostida 6 ekanligi kelib chiqadi. Va bu ham 8 ildiz osti 6 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Irratsionaldan qutqarsak. Endi yuza nima bo'ladi? Uzr, mana bu joyda 1 taqsim ildiz osti 3 ko'ramiz. Bu yer ildiz osti 3 taqsim 3 ga teng. Demak, bu yerdan A ni topsak, A miz ildiz osti 3 taqsim 2. A bu ikkalasi qisqasi 8 qoladi ekan va A ning qiymati 8 ildiz ostida 3 taqsim ildiz osti 2 ga teng bo'ladi ekan. Mana. Va bu ham o'z navbatida 4 ildiz osti 6 ga teng bo'ladi ekan. Irratsionaldan qutqarsak. Demak, yuzamiz A ning kvadratiga teng. Demak, bu 16 ko'paytirib 6, ya'ni 96 ga teng bo'ladi ekan asosiy yuzasi. Bu bizda S javobdir mana. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi 15-savolga o'tamiz. Muntazam to'rtburchakli piramidaning asosidagi ikki yoqli burchagi 60 gradusga teng. Agar piramida balandligi 6 ildiz osti 3 ga teng bo'lsa, piramida asos yuzini toping deyapti. Xo'p, to'rtburchakli piramida chizib olamiz. Asosdagi ikki yoqli burchak. Xo'p. Asosdagi ikki yoqli burchak degani, demak, yon yog'ining apofemasini tushiramiz va asosiga parallel to'g'risini o'tiramiz mana shu joydan. Shu ikkalasi hosil qilgan, ya'ni kesishmasidan hosil bo'lgan mana shu yerdagi burchak 60 gradusga teng. Mana shu ikki yoqli burchak bo'ladi.
Balandligi 6 ildiz 3 deyapti. Demak, mana bu joydan balandlik tushirib olamiz. Perpendikulyar 1 6 ildiz 3. Mana bu tomonni yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni a taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xo'sh, asos yuzini toping deyapti. Asos yuzini topishimiz uchun bizga demak asosi muntazam ko'pburchak. Demak, tomoni a ga teng, bu ham a ga teng. Xo'p, qarshidagi katetning yopishgan katetga nisbatan tangenusni beradi. Demak, tangens 60 gradusda, qarshisida demak 6 ildiz 3 mavjud. Yopishgani a taqsim 2. Demak, tangens 60 gradusda ildiz 3 ning o'ziga teng. Demak, ikki tepaga chiqsa 12 ildiz 3 taqsim a ga teng bo'ladi. Ildiz 3lar qisqarsa, demak a ning qiymati 12 ekali kelib chiqadi. Demak, tomonimiz 12 ekan, yuza nima bo'ladi? Yuzamiz a ning kvadrati, ya'ni 144 ga teng bo'ladi asos yuzasi. Demak, javobimiz 144 bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi savolimiz 17-savol. Qirrasi 4 ga teng muntazam tetraeder balandligini toping deyapti. Bu tetraederni chizib olsam, mana bu joyga kelgan. Tetraeder o'zi nima bilamizmi? Tetraeder barcha qirralari teng bo'lgan muntazam uchburchakli piramida tetraeder deyiladi. Barcha qirralari teng, asosi muntazam uchburchak, ya'ni barcha yonyoqlari muntazam uchburchak. Xo'sh, uning balandligi kerak bizga. Balandligi mana shu joydan tushadi, mana. Demak, mana bu tashqi qilgan aylana radiusi bo'ladi. Katta R, bu yer perpendikulyar, bu yer H. Demak, tomon 4 ga teng, bilamiz. Katta R nimaga teng bo'ladi? Katta R'imiz a taqsim ildiz 3, ya'ni 4 taqsim ildiz 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni muntazam uchburchakda tashqi qilgan aylana radiusi tomonni ildiz 3 ga bo'lganimizga teng. Demak, bu yerdan h ni 4 dan 4 topamiz. H'imiz ildiz 4 ning kvadrati 16, o'shandan r ning kvadratini ayirish kerak. Ya'ni mana bu 4 taqsim ildiz 3 ning kvadrati. Bu 16 taqsim 3 ni beradi. Demak, bu 4 chiqadi. Ikkalasidan 16 ni chiqarib yuborsam va ildiz 2 taqsim 3 qoladi. Bu ham nimaga teng? Xo'sh, bu ham 4 ildiz 6 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Irratsionallikdan qutqarsak. Va bu bizda mana bu javobda. Davom etamiz. 19-savolimiz. Qirrasi 6 ga teng bo'lgan muntazam tetraeder hajmini toping deyapti. Demak, bizga hajm kerak. Hajm topish uchun bizga balandlik kerak bo'ladi. Mana bu yer balandlik, mana bu yer tashqi qilgan aylana radiusi, bu yer perpendikulyar. Radius nimaga teng bo'ladi? Radiusimiz tomon 6 ni ildiz 3 ga bo'lish kerak. Ya'ni bu 2 ildiz 3 ga teng bo'ladi. Demak, bu yer 2 ildiz 3. Pifagor teoremasidan balandlik topib olamiz. Demak, balandligimiz ildiz 6 ni kvadrati, ya'ni 36 dan ayirish kerak 2 ildiz 3 ning kvadratini. Bu 12 ga teng bo'ladi va bu ham ildiz 24 ga teng. Buni ham yozib olsak, demak 24 ni 4 ko'paytirish 6 qilsak, bundan 2 ildiz 6 kelib chiqadi. Demak, balandligimiz 2 ildiz 6. Endi hajmchi? Hajm 1 taqsim 3 s asos ko'paytiruv h. Demak, 1 taqsim 3 asos yuzasi, asosi muntazam uchburchak, demak a kvadrat ildiz 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Balandligimiz 2 ildiz 6. Endi a ni o'rniga biz 6 ni qo'yishimiz kerak mana bu joyga va bu yerda 36 paydo bo'ladi. Xo'p, buni hisoblasak nima kelib chiqadi? Xo'sh, demak, mana bu va mana bu qisqarsa 2 qoladi. 3 va 36 ni ham qisqartirsak bu joyda 12 qoladi. 12 va 2 ni ham qisqartirsak 6 qoladi. Demak, bu 6 ildiz 18 ga teng bo'ladi. Bu ham 18 ildiz 2 ga teng. Sabab 18 dan 3 chiqadi va ildiz 2 qoladi. Demak, javobimiz 18 ildiz 2 chiqadi ekan. Bu bizda mana A javobda. Xo'p, shuning bilan piramida mavzusining birinchi testining tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Barchaga rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.